Toshkentga ham ko'chib kelib ijaraga yashayotganimizga mana yarim yildan oshibdi. Boshida bir oy 400 dollarlik 2 xona uyga turdik. U payt xo'jayinim hali endi ishga kirgandilar. Erimni ko'rpasiga qarab oyoq uzatmagan ekanim. Qarasak, keyingi oyga to'lab turishimizga qo'limizda ortiqcha lishni pulimiz yo'q edi. Shunga o'zimizni tiklab, bir so'm pul yig'inib olganimizgacha erimning tog'asinikida bitta xonasiga xazaykalikda ular bilan yashashga ko'chib o'tdik. Shukr kam bo'lmadik, lekin baribir o'zing mazza qilib yashaganga kelmasak. Xullas, ko'zimizda turishganimiz bo'lmasa ham erim o'zimiz alohida turishimiz uchun variant qidirgandik. Arenda puli necha pul bo'lsa ham erim mayli o'zim qiynalsam, lekin bolalar bilan o'zing mazza qilib erkin yashasang bo'ldi deb ko'limdagi uyga shu ko'chishimiz bilan 3-ijara alishtirganimiz bo'ldi. To'ziqlarimni hali ham yig'ishtirib 3 kun deganda pariyada qilganimni video ko'rinishi bu. Xonalarning pardasi nimaga yo'q deb hayron bo'lmanglar. Arenda hech qayerda kamchiliksiz bo'lmagan. Oshxonaga o'tib, stol-stullarni taglari bilan ag'darib, changlarini artib chiqdim. Qarasam, bir ishlarni yuvish qoldi faqat. O'zi yumasam ham ustiga bir ikki kirilib yoysam, shu bilan changlari bilan tozalanib qolardi. Zo'rg'a inson xotirib yurdim. To'g'ri. Hamma joylarni tekislab polani artmasam ham bo'lmasdi, bir boshdan gilam bilan ko'tarib artib kelsam, qarasam tagidan pulim chiqdi. Meni ham ishlam kelib ketdi, to'xtatdim, yana birdan itkilib yeyamga pullarni qo'limga oldim. Shkopdan o'qin yig'ib qo'ygan qish kurtkani qidirib, men ham devona bo'lmasam, kissasiga solib qo'ydim. Qishda yerda kurtka kiysam, cho'ntagimdan topib olib xursand bo'lishim uchun. Ungacha endi faqat quygan joyimni esimdan chiqarib qo'ysam bo'ldi.